Alo, qaysi tomondasiz? Ha, bo'l, ko'rdim. To'xta, ey! Ko'zingga qarab o'tmaysanmi, ha? Seni deb orqamdan kelib labo urdi mashinani. Men o'zim yo'limda o'tyapman. Ey, seni yo'lingga urib, telefonda gaplashib kelyapsan. Balt peshqo'rda o'tyapman-ku. Endi nima qilaman? Qanaqa qilib beraman mashinani? Ayb yo'q mendan. Bo'ldi, aybi yo'q bo'lsa hozir gay chaqiramiz. Chaqiring. Ayb kimlarligini isbotlab beramiz. Mana mashq holat bo'yicha kim aybdor, komandir? Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 19-bandida piyoda yo'lni qatnov qismidan kesib o'tayotgan vaqtida telefondan foydalanish taqiqlanadi. Ana, Bundan tashqari, qoidaning 109-bandi bo'yicha haydovchi qatnov qismini shu yo'nalishini kesib o'tayotgan piyoda yoki piyodalarni o'tkazib yuborish kerak. xo'p, shunda bunga chora ko'rasizlarmi? Albatta chora ko'ramiz. Gelik? Velikka ham pulim yo'q-ku. Endi avariya keladigan bo'lsak, Komandir. U tomonlarini akamiz bilan o'zimiz kelishib olyapmiz, ha? To'g'ri aka. Ha, adjustib chaqirib qo'yganmiz. Asosiysi o'zimizga hech narsa qilgan yo'q. Yevro protokol qilib olamiz, aka. Nima gap Abdurahmonov? yana kechagi holatda yana piyodani aybi bilan o'rta bosh. Bir xilmi? Bir xil. Qonun doirasida ikkasiga ham chora ko'ringlar. Xo'p bo'ladi. Yevro protokol nima degani o'zi? Yevroprotokol bu jarohat olmagan bo'lsa, aybdorning sug'urtasidan jabrlanuvchiga yechiladi. Mashinalar shtrafnoyga kirmaydi hamda sud bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri sug'urtaga yo'naltirib beramiz. На гелике? Ой, на велике.